Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O kim, tanıdыңmı? Men burun ko'rgandim. Men bu kishini bir karton filmda ko'rgandek qilaman-ku. Mangami tunishda ko'rinyotidi. Do'stlar, men hozir sizlarga farishtalarga ishonishni so'zlab beraman. Farishtalarga iymon etish iymonning 6 shartining ikkinchisi. Farishtalar nurdan yaratilgan mavjudotlar. Bu sababdan ularni ko'ra olmaymiz, ovozini mo anglay olmaymiz. Farishtalar yemaydi, ichmaydi, uxlamaydi, harmaydi. Erkek kishi deb ayrilmaydi, o'ylanmaydi, o'xshamagan shaklda o'zgaraydi. Alloh taoloning amr farmonlarini o'z peti ijro qiladi. Hech qanday qarshilik ko'rsatmaydi. Farishtalarning bir qismi zamonda, bir qismi osmonda turib ibodat qiladi. Sonini faqatla Alloh taolo biladi. Farishtalarning cho'nglari Jibroil, Mikoil, Isrofil, Azroil. Undaqda farishtalar nima ish qiladi? Men de bakayım. Qani, merhamet. Farishtalarning har xil vazifasi bor. Masalan, bulardan ba'zisi tövendikicha. Jibroil alayhissalom farishtalarning eng cho'ngi, uning payg'ambarlarga vahiy yetkazish, ya'ni Allohning amr farmonlarini tabliq qilish vazifasi bor. Mikoil alayhissalom va qo'l ostidagi farishtalar tabiat hodislarini boshqaradi. Yağmurning yig'ishi, yer tavrash degandek. Isrofil alayhissalom qiyomatni e'lon qilish vazifasini o'taydi. Azroil alayhissalom insonlarning jinini ilish vazifasini o'taydi. Uning yanida vazifa o'taydigan yana nurg'un farishtalarmi bor. Biz yuqorqi farishtalarni 4 cho'ng farishta deymiz. Boshqa farishtalarning tövandikidek vazifalari bor. Ba'zi farishtalar faqat Allohni zikr qiladi. Ba'zisi qabrlarda insonlarni savol so'roq qiladi. Yana jannat, jahannamda vazifa o'taydigan farishtalarmi bor. İnsanlarni nazorat qilib, amallarini yozadigan farishtalarmi bor. Alloh taolo ba'zi farishtalarga insonlarni balo qazo, jin shayton, dushmandan qo'g'dash vazifasini bergan. Ba'zi farishtalar Allohga ishongan solih bandalar uchun kecha-kunduz duo qiladi. Bu farishtalar Allohdan mo'minlarni kechirishni, ularga rizq, baxt ato qilishni tilaydi. Yana insonlar vafot bo'lgandan keyin amaldan hisob so'raydigan Munkar, Nakir ismli ikki farishta bor. Ular qabriga qo'yilgan insonning iymoni, amali, axloqidan hisob so'raydi. Ha, farishtalar. Ha, farishtalar. Daqiqanglar. Farishtalarga iymon etish, iymonning qanchinchi sharti? 3. Xato dedim. Shunda xato dedim. Bilmay jo'yilyapsan. Balalarim, farishtalarga iymon etish iymonning ikkinchi sharti. Do'stlar, bu yerda unutilmaslikqa tegishli muhim bir narsa bor. Alloh taolo insonlarni qo'g'dash uchun vazifaga tayinlagan farishtalar bor. Bularni biz hafoza farishtalari, ya'ni qo'g'dug'uchi farishtalar deymiz. Ular insonlarning yenidan ayrilmaydi. Bu Alloh taoloning biz insonlarga naqadar mehribonligini ko'rsatdi. Bolarim, farishtalarning Alloh taoloning yordamchisi, tuqqini emasligini, balki bandisi ekanligini deb o'tgan edik. Biz Alloh taologa ibodat qilgandek, farishtalarning yuklangan vazifalarni ijro qilish mas'uliyati bor. Farishtalarmi bizga o'xshash Alloh taoloning bandisi. Men bir yerni tushunolmadim. Tushunganimizni ching tutayli do'stlar. Qaysi tushunolmadim. Demek farishtalar insonlarning har bir ish harakatini kuzatib turadi ekanda. Uni kuzatish demaymiz. Amisi nima deymiz? Nima deydik? Iqaqon, xotirlash deymiz. Do'stlar, azroq nomus qilsanglarchi. Do'stlar, iyiqning tushunmagan yerini men qisqacha izohlab o'tay. Har qanday bir insonning yanida insonning yaxshilik, yomonligini xuddi sinalg'uga o'xshash xotirlab mangadigan Kiraman Katibin ismli ikki farishta bor. İnsanlar bu xotirdagi qilgan yaxshi yomon ishiga asosan hisob kunida jannat yoki do'zaxga kiradi. Demak, insonlarning qilgan etganlarining hammasi xotirlanib mangadi ekanda? Shundoq, ilohiy sinalg'ular bilan xotirlanib mangadi. Demek ki insanların işi tez. Ters bo'lmamdi. Undaqda insonlar nimishqa yana shuncha askiliklarni qiladi? Oxirida hisob berganligini bilishmamdi ya. Seningcha insonlar buni bilsa, yana yomonlik qilarmidi? Bo'ldi qilinglar. Ekranga qaraylik. Dada tez bo'lgin. Davomiga shunda qiziqyapman.